Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akmal Jumayev yana o'z chiqishlarini boshladi. Onlayn biznes haqimizda kerakli tushunchalar berib o'taman. Xohish o'zingizda, xohlasangiz qo'shiling, xohlamasangiz qo'shilmang. Qo'shilgan odam kam bo'lmaydi. Qo'shilmagan odam shu yashashi, shu yurishi, shu turishi eski hammom, eski toz deganday biri ikki bo'lmay yashashda qiynalib o'tiradi. Harakat qilish kerak, hurmatli fuqarolar. Hech qanday yolg'oni yo'q, yolg'on narsani tavsiya qilmaymiz. Buning uchun O'zbekiston qonunchiligida jinoiy javobgarlik bor. Qamalishni xohlamaymiz. Mana shu onlayn biznes ishimizni kim xohlasa qo'shilaman deyotganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Isboti halolligi bilan to'liq isbot keltirib bera olaman. Hamma faktlari bor, sertifikatlarga ega. Hech qanday yolg'oni yo'q. Lekin shunisi bor, bir narsa sotib olmaysiz, bir narsa sotmaysiz, bir narsani reklama qilmaysiz. Mana shu kompaniyamiz rahbari Rossiya davlatining Leningrad shahriga yashaydi, Anna Mixeyeva. O'sha ayol tomonidan biznes loyihalar bilan Amerikani sertifikati bilan ochilgan tashkilot. Buni siz qonuniy ishga kirasiz, $160 omonatga qo'ysangiz, u $160 pulingiz 10 yilda ham 100 million pul bo'lmaydi. Lekin bizda onlayn biznes kompaniyamizda arzimagan 2 yil ichida siz $30-40 ming daromad topish huquqiga egasiz. Manaka ko'plar chiqib edi, ayollar tanish bilishlar telefon qiluvdi, qo'shilishga qo'shilamiz, hamkor topolmaymiz. Mana kompaniyamiz yanada yengillik berdiki, hamkor topish majburiyatini ham olib tashladi. Siz prosta qo'shilib qo'ying. Odamlar qo'shilaversa, boshqa odamlar hamkor topsa, sizga ham daromad tushaveradi. Ikkinchi odamdan birinchi daromadingiz tushadi. $160 bir marta to'laysiz, 40-50 yil daromad olasiz. Kimga qiziq bo'lsa, ishlayman deyotgan odamlar bo'lsa, mana yosh bolali ayollarimizga aynan qo'l kelayotgan ish. Meni davlatim, meni topayotgan pulim Xudoga shukr o'zimga yetadi. Bir kommentariyada birov yozibdi, nima uchun mashina olmaysiz? Xudo nasib olaman, mashinadan tashqari ham qilinadigan ishlarim bor. Xudo nasib qilgan bo'lsa mashina ham olaman. Mashinga ham pulim bor. Shu ko'chaga kunduz ham mashinga pulim bor. Endi maqsadli ishlatish kerak. Har kimda o'zini kallasi, o'zini muyyasi bo'ladi. Shuning uchun masalan, birov yarim tavsiya qilganda meni muyyam ishlamasa edi, qo'shilar edim. Lekin men mana shu fuqarolarimizni uyida o'tirgan holda mana restoran staloylarda ishlasangiz ham to'yxonalarda 70 ming so'm pul beradi. U olayotgan 70 ming so'mingiz bugun bo'lsa, ertaga yo'q. 2 kundan keyin 3 kunligingiz yaz 210 ming bo'ladi. Ha, 5 kilo kartoshka o'bu qilasiz, tamom shuni bilan yo'q pul. Mayli bu ishingizni ham qilavering, bizni hech qaysi ishingizga xalaqit bermaydi. Qachon vaqtingiz bo'lganda bir haftada 2 kun 5-5 minutdan vaqt ajratasiz, bo'ldi. Telefon raqamimni aytib o'taman: +99 899 775 1181 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rus tili, tojik tili, o'zbek tilini mukammal gaplasha olaman любой inson bilan. Shuning uchun kim qo'shilaman desa, qanday tushunchasi past odamlar kerak emas. Qo'shilaman deyotgan konkret bir fikrga kelayotgan insonlar bo'lsa, telefon qilsin. Qo'shin davlatda bo'lsa ham farqi yo'q, masofadan boshqariladi. Dunyoning 58 ta davlatidan 800 mingdan ortiq ishtirokchilarimiz bor, ishlab kelyapmiz. Omonatga pul qo'ysangiz ham bunday daromad qila olmaysiz. Mana $160 dan siz 40 yil, 50 yil daromad olasiz. Haftasiga $450 daromad qilishingiz ham mumkin, o'zingizning harakatingizga bog'liq. Qilayotgan ishimiz faqat odam tavsiya qilamiz. Odam bilan bog'liq ish bo'lganligi uchun fuqarolarimizga tavsiya qilyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, WhatsApp, Telegram, imo kanallar ishlab turibdi. Ovozli xabar qoldirsangiz javob berishga harakat qilaman Akmal Jumayev xizmatingizda. Kim pul topaman desa, eskilar aytgan-ku, puling bo'lsa jangalda sho'rva. Mana shu zamonlar keldi, texnika taraqqiyot rivojlanyapti, lekin odamzodning miyasi rivojlanmayapti. Bir joyga boradi, kun uzoq lamat kapat qiladi, 100 ming, 150 ming oladi. Bugun yeydi, ertaga yo'q. Mana shunday bizneslarga qiziqing, arzimagan pul bilan 2-3 yil ichida
kuchayib ketadi, sizdan kuchli odam bo'lmaydi. Har qanday odamni prezident ham qilmay qolasiz. Men Termizdan 2 xonali, 3 xonali domlardan chotki uylar, mashinalar, mazza qilib yeb ichib, bola chaqangizdan huzur halovatda yashashni xohlasangiz, mana hamkor chaqirish majburiyati ham olib tashlandi. Siz shunchaki qo'shilib qo'yib, biz aytgan xatti-harakatni qilib tursangiz, biz topayotgan hamkorlardan ham sizga ham daromad tushaveradi. Akmal Jumayev xizmatingizda, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveramiz. Sog' bo'ling.